Assalomu alaykum obunachilar. Kecha qo'yilgan Sportage mashinamizni bugun sizlarga to'liq obzorini qilib beraman. Mashinamiz kelsak, obunachilar 23-yil ishlab chiqarilgan hisob ma'lumot Kia Sportage 6-paytsa, salonda 540 million turadi, 2 litrni full deb aytiladi. Salonlar ham matli holatda, 42 ming kilometr turgan, kraskalari top-toza. Mashinamiz saloniga kelsak, salonlari matli holatda, qirilgan joyi yo'q, panorama kattaligi bor, 360 kamera, Abduf Abagrev avtoholdgacha bor. Xullas ideal holatda. Mashinamizga 4 ta yangi balon заводской taqib qo'ydik. Originalini kurgoy ta'mirlatkasi ham 9 oy bor, ideal holatda. Xullas obunachilar, mashinamiz narxiga kelsak, salonda 42 ming, 43 ming dollar atrofida chiqadi. Bizning kanalda 29 ming 500 dollar so'rayapmiz. Yana kelishtirib chiroyli narx beramiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat.